Muso alayhissalom dedi: "Yo Rabbiy, sen menga Tavrotni berding, men bilan muloqot qilding. Ammo men 4 narsadan qo'rqaman va bir narsaga umid qilaman." Alloh so'radi: "Ular nima, ey Muso?" "Yo Rabbiy, men faqirlikdan, o'lim oldi qiynoqlaridan, qiyomat dahshatlaridan va qabr azobidan qo'rqaman. Umidim esa sen menga bergan pok sevgidan." Shundan so'ng Alloh marhamat qildi: "Ey Muso, agar sen faqirlikdan qo'rqsang, kunduzi ibodat qil, zuho namozini o'qi va sen faqirlikdan omonda bo'lasan. Agar sen o'lim oldi qiynoqlaridan qo'rqsang, unda shom namozidan keyin qo'shimcha ibodat qil. Qabr azobidan saqlanish uchun tunda 4 rakat namoz o'qi. Rajab oyida ro'za tutsang, qiyomat dahshatlaridan omonda bo'lasan." Ey Muso, agar sen 3 narsaning qadriga yetsang, men senga boshqa 3 narsani ne'mat qilib beraman. Tilingni yolg'on va lag'vdan saqlasang, men senga jannatni in'om qilaman. Noma'qul do'stlardan uzoqda bo'lsang, men senga eng yaxshi hamrohlarni beraman. Agar sen o'z oshqozoningni barcha taqiqlangan va shubhali narsalardan asrasang, men senga donolikni in'om etaman. Ey Muso, mendan 4 narsani so'rama. Bularni sendan avvalgilarga ham bermaganman va senga ham bermayman. Mendan hech nimaga muhtoj qilmaydigan boylik so'rama. Boq, barcha yaratganlarim menga muhtojdir. Mendan g'ayb ilmlarini so'rama. Ularni mendan boshqa hech kim bilmaydi. Agar ularni o'zim senga xabarini bermasam. Mendan xalq orasida sen haqingda turli gaplar tarqalmasligini so'rama. Men ularning yaratuvchisi va rizq berguvchisiman. Men jon ato etaman va jon olaman. Men ularni jannatga yoki do'zaxga yuboraman. Shunga qaramay, ular men haqimda haqiqatni aytishmaydi. Shundan keyin ham men ularning tilini kesmadim. Seni deb ham bunday qilmayman. Mendan bu dunyoda abadiy qolishni so'rama. Faqat men abadiyman. Barcha yaratiluvchilar esa foniydir. Anvar ul Oshiqon kitobidan.